yoy yoy. Hay yoy yoy. Shu videoni ko'rdingiz, qanaqa reka chiqib ketdi, hamma ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari ko'rdi va deyarli butun dunyo ko'rdi desam bo'ladi. Ko'rayotganingizdek, o'sha shahar aholisi yoki turistlar boryapti, jarayonni videoga tushiryapti, kimdirlar tatib ko'ryapti. Akamiz ham o'sha shaharda bo'lganlar uchun boryaptilar, videoga oldilar va tatib ham ko'ryaptilar va buni Instagramga joylagandan keyin bu butun dunyoga tarqaladi. Bu bilan nimaga erishilyapti? Ana shu jarayon va mahsulot sayohatni yaxshi ko'radiganlar, o'shalar uchun qiziq bu narsa. Boradi, jarayonni ko'zi bilan ko'rgisi va tatib ko'rgisi keladi. Natijada ana shu jarayon va mahsulot butun dunyoga tanilyapti, ya'ni brend tanilyapti. Men o'zimizni ovqatchilar yoki qanaqadir pishiriqlar narsalar tayyorlab sotadiganlar uchun g'oya qilib bermoqchiman shu narsani. Milliy taomlar yoki Uyg'ur taomlarida misol uchun lag'mon cho'zish jarayoni bor. Yoki piyoz to'g'rayotganda shunaqa odamlarni bilaman, yonidagi odam bilan gaplashib turib to'g'raydi, umuman qaramaydi qo'liga. Endi siz qanaqa podacha qilasiz, qanaqa kreativ qilasiz, o'zingizga bog'liq, lekin doimiy jarayonni videoga tushirib ijtimoiy tarmoqqa joylashingiz kerak. Bularning ichida qaysi biridir globalniy rekomendatsiyaga tushib qolsa, bu natijasida sizning mahsulotingiz, sizning brendingiz dunyoga taniladi. Misol uchun o'sha turkiyalik go'sht ustiga mana bunaqa tuz sepib beradigan povur o'sha harakati bilan tanilgan yoki Burak O'zchivitmi kimida o'sha ovqat to'g'rayotganda misol uchun doimiy kameraga qarab turib shu harakatlari bilan tanilgan. Siz ham tayyorlanish jarayoni yoki mahsulotingizni o'zini kreativ g'oya bilan podacha qilib ko'ring. Inshaalloh bir kun natijasi bo'ladi.